Chilla bor narsami? Ha? O'lgan odamning uyida chilla, kelin kuyovlarning chillasi, yangi tug'ilgan chaqaloqning chillasi deyshadi. Misol uchun, vafot etgan odamning uyiga chaqaloq kirmasin, u uyda ovqat qilinmasin, u uyda deylik televizor yoqilmasin, kelin kuyov shomdan keyin ko'chaga chiqmasin, mumkin emas yoki boshqa juda ko'p narsalar bor jamiyatimizda. Bu narsalar bor narsalarmi? Dinda bormi bu narsa? Juda ko'pchilik so'radi shu savolni. Yo'q, dinimizda yo'q bunaqa narsalar. Bu amallar hammasi bid'at amallar. Bu narsalardan uzoq turishimiz kerak. Agar dinimizda qaytarilgan bo'lsa, bu narsadan qaytishimiz kerak. Yengil narsalar to'qimasligimiz kerak. Sahih hadisda Oysha onamizdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Kim bizni ishimizda, ya'ni bizni amrimizda undan bo'lmagan yangilik narsa chiqarsa, yangilik narsa to'qisa, ya'ni dinda, u rad qilinadi. Fa huwa radd dedilar. Ya'ni bu narsalar ham yangilik narsalar, dindan deb qaraydi ko'pchilik va xuddi o'likka uyda ovqat qilinsa bir balo keladi yoki kelin kuyov ko'chaga chiqib qolsa unga balo tegadi degan narsalar bor. Bunaqa narsalarga ishonmasligimiz kerak. Qazoyi qadar Allohdan, yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Aqidamiz mustahkam bo'lishi kerak. Qo'rquv faqat Allohdan bo'lishi kerak. Haqiqiy qo'rquv Allohdan bo'lmagandan keyin mana shunaqa bo'lmagan narsalardan qo'rqamiz keyin. Shuning uchun biz aniq iymonimiz bo'lishi kerakki, yaxshilik ham, manfaat ham, zarar ham hammasi Allohdan. Bunaqa chilla degan narsalarga e'tibor bermasligimiz kerak.